Viloyatlardagi eng mashhur ovqatlar Qashqadaryo. Xo'p, Qashqadaryoda hamma tandir go'shtini juda ham mazali deb o'ylashadi, lekin undan ham ikki xil zo'r ovqati bor. Cho'poncha va vagurini juda ham mazali va maromiga yetkazib tayyorlashadi. Surxondaryo. Surxondaryoga mana tandir go'shtini bersa bo'ladi, yeb ko'ringlar, afsuslanmaysizlar. Buxoro. Buxoroni endi hamma biladi, g'ijdon qiymasi va olot somsasini butun o'zbekistonliklar tan olgan. Samarqand. Xo'p, Samarqandda so'zsiz zig'ir osh hisoblanadi, ya'ni juda ham mazali va medaga urmaydigan osh hisoblanadi. Ikkinchi fishkasi butun o'zbekistonliklar tan olgan Samarqand noni. Yeb ko'rgan bo'lsangiz juda ham to'yimli va mazali bo'ladi. Jizzax. Jizzax viloyati o'zining afsonaviy Jizzax somsalari bilan mashhur. Yeb ko'rganlar albatta qayta borishadi. Andijon. Xo'p, Andijon yana oshga qaytamiz. Bu yerda ham devizraga osh bo'ladi. Ya'ni devizra boshqa oshlarga qaraganda retsepti va ta'mi o'zgacha bo'ladi. Sirdaryo. Sirdaryoda so'zsiz baliq bo'ladi. Baliqni zo'r pishiradigan markazlar juda ham ko'p. Birinchi o'rinni aytishimdan oldin bizda Instagram sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Ovqat haqidagi eng zo'r fishkalarni faqat bizning sahifamizdan topishingiz mumkin. Toshkent deyishim bilan ko'z oldingizga norin, besh barmoq, qozon kabob ko'rinadi, lekin mening fikrimcha Toshkent butun O'zbekiston bo'yicha osh markazi hisoblanadi. Sababi chunki butun O'zbekiston bo'yicha osh xillarining barchasini Toshkent viloyatida topishingiz mumkin. Dilshod aka, Olmaliq shahrida eng mashhur osh va osh markazi qayerda? Menimcha Faris choyxonasi deb o'ylayman, chunki Faris choyxonasining shoh polvoni butun Toshkent viloyati biladi. Undan tashqari vodiy va vohadan ham ko'p mijozlarimiz ta'mini bilish uchun tashrif buyurishgan.